Assalomu alaykum hammalaringizga yana bir bor. Bugun 5-dekabr 25-yil 8 ta 260 lik quroq ko'rpachalarimiz tayyor bo'ldi. Mana qavlishlarni ko'rishlaringiz mumkin, shaxmat qilib qavlgan. Mana bu zakasimizni davomi qizil sariqdan ham 8 ta quroq ko'rpachalarimiz bor. Bugun paxtalab ularni ham tikib tayyor qilib sizlarga ko'rsataman. Bu zakasimiz nasib bo'lsa vobkentga chiqib ketadi. Ertaga kechgacha sheriklari ham tayyor bo'lib. Mana o'zlaringiz ko'rib baho beringlar. Kimga kerak bo'lsa, bularni yastoqlari ham bor. Bu klientimizga yastoqlari kerak emas ekan. Shu uchun faqatgina quroq ko'rpachalarni o'zini tayyor qildik. Kim xohlasa agar ana shu uzorlari bilan yastoqlarimiz ham bor. Har xil ranglaridan chiqarib beramiz. Hozir yig'ma holatini ham ko'rib baho berasizlar. Mana bemalol ko'ringlar, 8 ta ko'rpachalarimizni yig'ma holatlarigacha.